qurilish sohasida eng muhim narsalarni sizlarga olib chiqib yoritib boramiz. Mana ismim Husan, 2016-yildan beri qurilish sohasida faoliyat olib boramiz. Bu faoliyatimiz davomida mingdan ortiq obyektlarni bitirganmiz. Bularni sizlar bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Boshladik. Ketdik. Bu obyektimiz 2 qavatdan iborat bo'lib, ichkari tomonlarini remont qilamiz. Ko'pchiligiga yoqmaydigan jihatlarni birini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Ketdik. Birinchi bo'lib kirganingizda odatiy holatda obyektlar sortirovka bo'lmaydi, yoyilgan bo'ladi ko'p holatlarda. Bunaqa yoyilib yotgan joyga qanaqa remont qilish mumkin dotgan bo'lsanglar, hammasini ketma-ketligi bo'ladi. Bu birinchi etapimizda. Hozir shunaqa ko'rinishda bo'lsa, hozir ikkinchi etajimizdan ko'rsatamiz. Ikkinchi etajimizni patolog qismlarini va devordagi malarkalarini bitirib qo'yganmiz. Hozir buni narxlarini sizlarga chiqazib beramiz. Misol uchun aytaman, bu bambukiy paneldan qilingan 3 kvadrati где-то 300 ming so'm chiqadi. Buni ustanovkasi listiga 300 mingdan chiqadi. Shunda bitta devorlik bitta kvadrati sizga 200 ming so'mdan tushadi. Agar atachentoni qildiraman deydigan bo'lsangiz, atachento sizga malyarka hamma narsasi bilan bir 150 ming so'mlardan chiqib keladi. Tepa patologga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, tepa patologga grilyatalari bilan qilib berganmiz. Tepa patologimiz grillatasi 14 dollardan chiqqan. Ustanovkasi 3.5 dollar atrofida chiqqan. Bunaqa patologlarni bizda 15 xili mavjud. 15 xili boshlang'ich narxi 6 dollar 30 sentdan boshlanadi. Pol qismimizga har doimgidek mana tarketlardan ishlatilyapti. Tarketni shundoq tersa bo'ladi. Endi bu yoqqa kafil tersa ham bo'lardi. Kafil arzon chiqadimi, tarketmi? Albatta ikkalovi nima desa bo'ladi? Har xil razlitsa beradi. Mahsulotning sifatiga, ishlatilishi kerak bo'lgan joylarga qaraladi. Endi bu yoq tomonlarini ko'rsatadigan bo'lsak, bu yerda общий kvadrati 600 kvadratlik joyi remontini qilib berganmiz. 600 kvadratlik patologini o'zi chiqqan. Keyin bizda yana xizmatlarimiz bor. Mana ichkari tomonlarini ko'rsataman. Mana xonalarini kombinatsiya qilib chiqilgan. Mana bu ofisli xona bo'lyapti. O'sha devorlari atachento bo'lgan, bu yog'iga bambukiy panel qilib berganmiz. O'zini sanuzillari hammasi mavjud. Bu yoq tomondagi xonaga ham chiqamiz ofisning variantiga. Ofisning variantiga chiqqaningizda mana yaxshilab e'tibor bersanglar, hozirgi kunda eng trendga chiqayotgan narsa bu eshiklar bo'ladi. Security eshiklar original yasataman deydigan bo'lsanglar, sizlarga где-то 400 dollardan chiqib keladi yengisi. Buni padelkalari ham bor. Padelkasini 100 dollarga aylantirib yasab olsa bo'ladi. Keyin bunaqa yoyilib yotgan narsa ko'pchilikga yoqmagani uchun yana bitta sababini aytib o'taman. Ustalar yo ishlash kerak yoki yig'ishtirish kerak. Baribir ish bo'layotgan joyda hamnaqa ozgincha palapartishliklar bo'ladi. Shuni hisobiga olib qo'ysanglar bo'ldi. Keyingi videolarda boshqa ishlarimizni sizlarga olib chiqib beramiz. Obuna bo'lishni unutmanglar. Qurilish bo'yicha qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, hammasiga javob berib o'tib ketamiz. Hammaga rahmat.